Qara Yesho, ajab omaq kishtigar ekan, ha? Ha, shundoq ekan. Nim bo'lgandi? O kimdi? Kaynidan qalqoqlab kelyapti. Ana qarang. Qutquzinglar! Yesho, bizga qarab kelyapti. Chapsan qacha. Yesho, tez bo'la, tez. Qutquzinglar! Cho'qim amal qilish kerak. Yo'q, Yesho, xatarlik. Yesho, xatarlik. Hey kala! Hey kala! Gap anlamas bo'p ketding-ku kala. Qo'lingizga nim deb obdan qaramaysiz. Nima degan xatarlik? Kechiringlar. Bu odati bak yuvosh edi. Dorigarning qizil jiltkisini ko'ribla, tuyuqsiz etilibdi. Kechiringlar. Kechiringlar. Qandaqroq? Xudoga shukr. Rahmat sizga. Meni qutuldirib qoldingiz. Rahmat, Yesho. Haqiqatan botir ekansiz. Nadikini? Bek yomonkansan Yesho. Shu chaqda qaysi apsuni o'qiganding? Men bu hech qanday apsun o'qimagan edim. Amsa, kala tuyuqsizla jimib qopdi-ku. Uning jimib qoldig'ini faqat o'ylamabdi ekanman. Men burun boshqalardan kala yoki ot bo'lsin, ular ilgari ko'rib boqmagan narsani ko'rgan hamon qo'rqidi degan gapni anglagan edim. Shuni sinab boqqan edim. Kala qizil narsani ko'rib qo'g'ilgan, oldida tuyuqsiz oq bilan qora paydo bo'lg'achqa qo'rqib ketib jimib qolgan gap. Ahmaq, bundaq ishni chaqchaq qilib bo'lamdi. Kala ustsasi o'chaqda qanday qilading? Kechiring. To'g'ri, Yesho aka, kala to'xtamay isgan bo'lsa, ig'ir yaralangan bo'lardingiz. Ha, yaralanamdi. Nim bo'ldi, Yesho aka? Endi titrayotganini ko'rmamdigan buning. Yeshoning badaniga endi titrak olashdi. Biroq qiyliq kala rastlamoqlaq etib turgan Yeshoni ko'rib, ondan to'xtaganmidi? Amaliyotda shu chaqda Yesho dorigarni qutuldirman deb o'ylab, qo'rqishni unutib qolgan edi. Ishqilib, Yesho ko'zini shundoqla tikkan edi. Eliq kala o'rnida turibdi qoldi. Bey qoltisgan. Haqiqatan yomonkan. Yesho qo'lini shundoqla ko'tarib, olqinini ichib tikan. Kala uning oqidan yuvoshlab minibdi. Yesho karomatgan. Uning yomonligini bildinglarmi? U qattiq bir vaqirab tikan. Quturgan kala shu hamon yiqilibdi. Kichik turib, pek yomonkan juma bu bala. Uningga
biz qo'l qo'ydik. Shu chaqda Yeshu birni kuchib edi. Karomat chumo, karomat. Oldiga kelgan kalining mungizdan ilibla butun kuchi bilan kalini itib etdi. Hey, buni menchu o'z ko'zim bilan ko'rdim. Tiq tugmidi. Kali yengilginiga tambamay, yana Yeshuga etildi. Voy, bak jiddiy bo'ldi, bakli jiddiy bo'ldi. Yeshuning shundoq ochchig'i keldi-da. Kalining mungizdan ko'tiribla, ikki peqirtib, g'arab tarafga otdi. Buni menchu o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ha? Kim kuchli desa, mana shuni voyjon. Nima, mensankan-ku? Ajab qo'rqitib etdim. Vaqirishib meni uxlatmadinglar. Ey, o Yeshu degan rostilla polvonmikan, ha? Rost polvonkan, uning kuch qudrati cheksizkan. Bir kalini ko'tirib shundoq yiroq yerga tashlab etdi. Ey, o'zini kuch singiri hisoblaydigan odamlar Yeshuga hargiz tankilanmagidak. Ha? Nima? Meni mazoq qilyapsan? Yaxshi, men cho'qim Yeshuni tepib mag'lub qilaman. Sen tankilalamsan. Nima deysan? Qarab tur, ha? Hey. Hey. Tankilalamsan deysan, ha, teqi. Hozirla o rahib bilan kuchsinishiman. Meni darhol boshlatma. Uni cho'qim yengaman. Endi chataq bo'ldi. Yeshu kalining oldida mollaq etibla turib olgan edi. Biroq kishilar gap taqtishib ishni cho'ngaytib etdi. Bundaq ishlar bizning turmushimizda doim uchrab turadi. Yeshu pishqan guruchni ezib atadi. Pishqan guruchni inchiklik bilan ezib, guruch qiyomi qig'ili bo'ladi. Burun kishilar mushundaq guruch qiyomini ishlatadi. Yeshu aka, chataq bo'ldi. Nim bo'ldi shu yuzi? Sirtda bir odam siz bilan kuch sinishman deyapti. U nima deb men bilan kuch sinashqidak? Mening kuch sinashqidak kuchim bo'lmasa, shuni demamsiz Yeshu aka? Men hayron qoldim. Yeshu, qo'rqinchoq chiqa. Ikkimiz kuchsinishib boqayli. Chiqa bu yoqqa. Yeshu, bu yoqqa chiq. G'alati odamkan-ku u. Yuring, biz chiqib qarab boqaylik. Men Yeshu bo'laman. Ha? Bir shumtakansan-ku. Sizning ishingiz bormidi? Anlasam sen bir kalını götürüp xeyli yiroq yerga otalaydi ekansan. Şunu bugun sen bilan kuch sinashqini keldim. Biroq men kalini etib baqmadim. Siz kimdan angladingiz? Yolg'on so'zlama. Bo'ldi qiling, palampay buzilib ketadi. Biljirlama. Zodi baslashamsan yo'q. Qandaq? Ha? Yeshu, meni ko'rib qo'rqqan o'xshamamsan, ha? Undaq bo'lsa biz baslashib baqaylik. Yeshu aka, bo'ldi qiling. Xotirjam bo'ling shu yuzi. Amsi biz guruch qiyomi qilishda baslashib baqaylik. Bo'lamdi. Deyma? Guruch qiyomi qildiganmi, ravrus kuch ketadi. Siz qilmasligingiz mumkin. Meni mazoq qilyapsan? Guruch izdigan ish qo'shu. Men birdamdala qilib yetaman. Bo'ldi qilaylik. Guruch yumshoq bo'lgani bilan uni ezidiganga kuch bo'lmasa azgili bo'lmaydi. Yaxshi, baslashdi qamsa. Ular darhol tayyorlik qilsin. Palvonlarning g'alati musobaqasida bu. Qaraganda Yeshu yana bir ishni o'ylagan o'xshaydi. Esinglarda bo'lsin, kim guruchning hammasini ezib bo'lsa, shu g'alba qilgan bo'ladi. Tayyorlaninglar, boshlandi. Hey, 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 hey. Necap kuchi bor ekan. Hey, 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 hey. Hey, 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 Bundaq ketaversa Yeshu ustirib qo'ydi-ku. Qaraganda mensan birdamdala guruchni eziydigan qiladi.
Yişo, gayret kal. Çapsan bu. Chapsan bulam, futurib qo'ysiz bo'lmasa. Hayrat qil! Hayrat qil! Qiyam bo'lay deb qoldi. Men sen tugutay deganda. Yeshu endi yerimni tugutibdi. Yişo, çapsan bol. Asta, yeshu o'tirmaydigan bo'ldi. Boğanda mına, endi sen yerimini qıpsan. Ben qalbi qildim, ha? Şov yüzü yaxshi qarang. Ezilmagan go'rish bormikin? Chapsan bo'ling. Hay, chaqim yaxshi qarayman, chataq yo'q. Birdandan keyin Shoyizi tekshirishning natijasini e'lon qiladi. Musobaqada rostli yeshi o'tirib, Meysan utib olarmi? Bu bo'lmabdi. Nima? Ko'pchilik qaranglar, yana bir muncha go'rish ezilmabdi. Buni gurish qiyomi demaymiz. Görüşnün hammasini azgin, qaytadan azmisang bo'lmaydi. Boshqadan qiling. Nima? Ezilsili boludu-ku, ha? Qaranglar. Yeshu! 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 Ha? Aldırmanglar, aldırmanglar. Aram elib olay, birdam aram elib olay. Tekçi görüşünü ezip ulanmadı. Kaç dörtgen. Nim bo'ldi palvon? Vay canına, bekir kettim. Ablah. Men hammani ezib oldim. Oliy darajali gurish qiyomi bo'ldi bu. Yeshu qalbi qildi. Palvan uturup koydu. Hey. Pishqan gurishni bir taldan azmisa gurish qiyomi qig'ilib bo'lmaydi. Azaldan oldirangu odam gurish qiyomi qilolmaydi degan gap bor. Yişo. Ha? Rahip durup başkalar bilen küsün aşkınan. Kandak gap. Men xato qildim. Rahip degen dua ibadet kılıp sadiqi yığıp yürüş gerek. Nemi dep başkalar bilen besliş bürüysen. Bilemse Yişo. Sen ahlın bilen meysenni asallı yengil alaysan. Bırak oylap baktın mı? Munda kısan karşı tarafga azar berip koysan emes mi? Nurgun adamlar hakkavurluk kılıp yengilip kalganda özüdün kömey. Yengil algan adamdan ağrınıdı. Şunu bilemsen. Ustoz, men xato qildim. Meni kechiring. Meni kechiring ustoz. Xatalığını tunugan bolsanlı boldu. Endi başkalar bilen dərsləşmə. Ma'qul ustoz. Hey, iliq palvongo, ha? Ha, qarala. Yeshuga o'tirib qo'ygan Meysan o'ylig'inimizdek obro'yi yer bilan yakson bo'ldi. Uning kallasini o'shmanlik qoplab oldi. Nima? Yana baslashmoqchimi? Şundoq, neyim bo'lsin, yana bir beslesak. Biroq Yeshu u Tutulib qolsa bo'lmaydi, janoblari. Javoblarini saqlayman. bu eshacha tez bo'ldi.
Nima? Yeni kuchsin ishamdoq? Meysan degan kasofat nim bo'lsa, cho'qim baslishiman deydi. Bo'lmaydi, ustoz meni tunugin aybladi. Biroq u ablahning deyishicha, oldingi qitim siz aql farosatga tayanib uni yengibsiz. Bu qitim u siz bilan rasmiy kuch sinashqidi. Chatoq bo'pti-ku. Agar bu qitim uttiribsa, u o'zini palvon hisoblamay, ko'ngil qo'yib yer terg'idik. Rostili shunday qilsa, uni opasi sizga chin ko'ngildan rahmat aytgan bo'ladi. Sizdan o'tinib qolay yeshi ustoz. Biroq men bu tas ahvolda qoldim. Tunugin ustoz meni endi kuch sinashmaysan deb ayblagan edi. Qandoqmi qilaman? Rost shinyo'yman. Rayib qalan bek xafa bo'ldi. Amal topmamsiz. Amal topsangiz ikki odamni qutqizasiz. Biroq sizlar doim yo'ldan ozgan kishilarni qutqizib olasizlar-ku. Qanday? Yeshi ustoz. Undaq deganingiz bilan shinyo'yman. Agar meysan uttirib qo'ysa, rostila tirishib yatirami? Buni men Buni ustoz menga burunli degan. Agar meysan yana yengilib qolsa, menga texmi o'shib ketadi. Uning ustiga kuchsinishga to'g'ri kelsimi? Men qandoq uningga tankilalayman? Shundaqmi shinyo'yman? deganingizga yo'lliq. Agar u yengib olsa, bundan keyin texmi ko'ranglab ketadi. Ussimi bo'lmagadek, uttirsimi bo'lmagadek. Shu emasmi? Shinyo'yman, bo'pti, yana bir sinishayli. Ha? Yeni sinishamsizlar? Biroq Rayib qalan sizni yana tillaydi. Meni tillasa, tillaversin. Yeshu bu qitimqi kuch sinishqa qanday amal topgandi? U utsimi, uttasimi bo'lmaydi-da. Yaxshi anglanglar. Bugungi musobaqada yenginglar yoki yengilinglar, hargizmi bir-biringlarga o'shmanlik qilmaysizlar. Bo'lamdi, Yeshu. Bo'ladi. Qo'shilamsan, Meysan. Qo'shilaman. Bugun uni cho'qim yengaman. Ma'qul emsa, boshlaylik. Og'amchini olib kel. Xo'p. Og'amchini belinglarga bog'laysizlar. Og'amchini uzib o'tganlar, yengam bo'ladi. Ma'qul. Men avval qilay. Chopsan og'amchini chiginglar. Ma'qul. Meysandan boshlaylik. Og'amchini ichiga. Xo'p. Shinyo'yman. Hı? U ag'amchini uzaytirgandek qiladi. Uzanmaydi. Qandaq yeshu? Qarab tur, ha? Haqiqiy palvonni ko'rib qo'y. Çok küçük bakına. Qandaq yeshu? Qaltiskensiz. Endi növbet bana geldi. To'g'ramiysan. Yana bir qitim ko'rsatib beramsiz, ha? İpga o'xshash bir narsa tursa, bu qancha qitim uzdisang, uzib yetalayman. Rostmi? Emsi og'amchini daraxtga bog'lab sangiltimiz. Og'amchini tatib uzitalamsiz. Nima? Bu og'amchini badanga yo'gab uzgandan mingasi oson emasmi, ha? Emsi siz uzib yetib yiqing. Bo'ldi, mushunchalik uzunlikda bo'lsin. Meysan, endi uni uzib yeting. Buni uzib yetish oson-ku. Meysan ag'amchini tutaman desa, puti yerdan ko'tarilishi kerak. U holda kuchini ishlatammaydi. Yana ag'amchiq ketgan kuch badanning kuchi bilan o'xshash bo'lib qoladi. Meysan, qandaq? Og'amchini uzib yetalamsan. Meni aldamsizlar. Og'zingni yum.
Meysan, baya ağamchini daraxtga esiyotganda no'chilik qilyapmamsan, ha? Sizga nim bo'ldi, Meysan? Yisho, sen sinab baqaqini. Bo'ladi, qarab turing, ha? Hey. Yisho aka g'ayrat qiling. Oy. Oy. Men chidamadim. Oy. Reper, ağamchini üzgülü bo'lmag'ida, sizlarni ko'rdinglar. Ağamchini üzamadim. Xo'p bo'ldi. Shundaq. Meysan bilan Yisho ikkilisini ağamchini uzamidi. Undaq bo'lsa, Meysan bilan Yishoning kuchi o'xshashgan. Nima? Ahmoqmisizlar? Yisho bilan kuching tang demoqchimi? Yaxshi. Amsa elishib baqayli. Qandaq, ha? Mana qaranglar, ikkimizning kuchi qandaqsiga tang bo'lg'idak, ha? Qo'lini tat, Meysan. Kentdagilar ikkilarning kuchining o'xshash ekanligini bilsa, sana qandaq baho berar? Sening palvon degan nomingmi asli keladi. Yisho mushuni o'ylab, sen bilan baslashishga qo'shilgan. Ajab qo'rqib ketdim. Rahmat sizga, Meysan. Men xato qildim, Yisho. Buningdan keyin o'zimga tamanna qo'ymayman. Hamda to'g'ri qilding. Meysan, shu qari kuchingni teriqchilikqa ishlat. Men tushundim. Yisho, shoyizi, ustoz bilan chaqiryotdi. Yana tilga qoladigan bo'ldinglar. Ustoz bilyapti-da, qanday qilamiz Yisho aka? Ustoz g'araz gapni deb, xatoligimizni bo'ynimizga olaylik. Ustoz, men Yisho. Ha, kira. Kechirsiz, bundan keyin hargizmi kuch sinashmayman. Bugun shu men Nima? Bugun yana kuch sinashdingmi? Siz bilmaysiz. Purchoq mantisi, atla, gap qilmasam bo'ptikan. Hey, men sana gap qilib anlatamadim-ku. Kechiring. Bo'ldi. Men texi boshqalar akirgan purchoq mantisini hammanglarga bo'lib beray degan edim. Yisho yana kuch sinishibdi. Uninga jazo beramiz. Mantib emas. Undaq demang. Bo'ldi. Ko'pchilik yeyaveringlar. Men yeyaveray. Men yey. Ajab mezilikka Yisho. Yisho aka? O'shagicha bo'lsin. Xayr, xo'sh. 母上様お元気ですかゆうべ杉の梢に明るく光る星一つ見つけました星は見つめます母上のようにとても優しく私は星に話しますくじけませんよ男の子です寂しくなったら話しに来ますねいつか多分それではまたお便りします母上様一休京屋にはないものはございませんそしたら将軍様それでは馬の角を持ってまいれですで馬の角なんてあるわけないわよね桔梗屋さん早速一休さんのところへでもいくら一休さんでも無理よね次回一休さん馬の角とたくさんのおにぎりをお楽しみにね一休
Kichik do'stlar, sizlar guldirmami guldirlaganni yaxshi ko'rmaysizlar bu deyman. Chaqmoq ilohiy va o'rniga siyib qo'yish. Burun Yaponiyada eng qo'rqinchli ofat yer tavrash, chaqmoq chiqish, o't ofati, nash chekish edi. Chaqmoq chiqish ikkinchi o'rinda turadi. Yesholar guldirmamidan qo'rqamda qarab baqayli. Ajab qattiq chaqmoq chaqdi. Qorong'uda uxlayolmaydigan bo'ldik. Biroq Yeshoga qaranglar. Shu chaqmoqdan qo'rqmaydi ekan, ha? Yisho! Va! Ey, kindigonni chiqarib yotma, bo'lmasa chaqmoq ilohiy ib qochib ketadi. Meni qo'rqotmanglar. Tangrim saqlasin. Tangrim saqlasin. Tanrım saqlasin. Chidamadim, faqat chidamadim. Qo'rqib ketyapman. Qo'rqib hojatxonaga chiqolmaydigan bo'ldim. Ertagangacha chiday endi. Voyjon. Yaxshimisiz? Akşam toza qo'rqib ketgansiz? Rostini desam, menmi toza qo'rqib ketdim. Xudoga shukr, kindikim joyida ekan. Yaxshimisizlar? Tong otdi, turinglar. Bugun bek obdan kun bo'pti. Yotgan köpəklərni mən attatqı silib itay. Sizlər qopub yüzünlərni yiyinglar. Çapsan bulunglar. Yesho. Tünügün akşam sen işlimden qo'rqmay qoldun, ha? Yo'qay, nimadan qo'rqatdim? Chaqmoq chaqib biz faqatla uxlayolmadik. Biz Chunyan aka, chapsan tura. Ma'qul. Shunyan aka, sizmi turing, chapsan bo'ling. Yesho, ajab aktiv bo'lib ketibsan, ha? Nadikini, bugun havo bek yaxshi bo'pti. Meningmi aktivlik qilg'im yo'q, biroq amal yo'q-da. Aslida Yesho guldirmamidan qo'rqib ko'psiga siyib qo'yibdi. Bu nima? Cho'pchong bo'p tilib, karvatga siyib qo'ydingmi? Chaqmoq qattiq chiqilgan bo'lsa-mu, bunda qilmasang bo'lmamdi. Izzat topmamsan. Ko'piga siyib qo'yganimni ustozga deb qo'ymang, ha? Ma'qul, biroq endi karvatga siyman bo'lamdi. Angladingmi? Aslinim, ha? U aslida Aslonga gap qilib yetibdi-kanda, ajab qo'rqib ketdim, ha? Aldirab qo'shib ketmang. Shunyoviman. Kishilar doim jahonda hammada voyaga yetgan odam yo'q debdi-kan. Shu aqlliq turib, ko'piga siyib qo'yibdi. Bu gapni sang'unga desam, buningdanmi obdan ish bo'lmas, ha? Shu ustoz. İşçiniz acaba yamanken şunyoviman. Bu ishni sang'un oliylariga deb qo'ymang. Ma'qul. Rost demamsiz? Ishqisi yo'q. Men kelgusida Yeshoning shogirdi bo'ladigan tursam, ustozning bu ishini hargiz boshqalarga demayman. Biroq bu chiroyli xaritiga o'xshabdi. Dallo orlig'i o'xshabdimi, nima? Yo'q, shovdu orlig'i o'xshabdi da. Ha, ustoz. Shovdu orlig'imi? Qani men bir ko'rib boqaychi. O'xshabdimi, nima?
Oy yaramsiz. Dua ibadet qiladigan odam boshqalarga ulgu bo'ladi. Hijil bo'lmay, chaqmoq chaqsa qo'rqib, ko'piga siyib qo'yibsan. Yuzing qizamidimi? Kechiring, chunki men kichigimdan tatibla chaqmoqdan qo'rqatdim. Chaqmoqdanmi qo'rqamdi odam? Yisho. Dua tilovating texvoyiga yetmabdi. Ustoz, siz qo'rqmamsiz? Qo'rqmayman. Oh, voyjon Yisho. Miau. Aslan kende. Nemi külüsen? Ish nimaga? Sana jazo berman. O'zing yolg'iz cho'ng zalni tozalaysan. Qandoq, Yisho? Nima? Nima Yisho? Rasma? Yaxshi ish bu sıxdan chiqmas. Yomon ish olamga patmas deb kishilar u ishni so'zlayverib, sang'un oliylarning qo'liga yetibdi. Shuni uyman. Yisho to'g'riliq gap rasmi? Yo'q, bu Meni oldimang yuvoshlik bilan javob beram. shundoq. Rostganda? Shundoqdir balkim. Ajab obdan uning aqli bo'g'ini bilan yanila bor ekanda. Shuni uyman. Sizga bir nima beray. Yishoga opir bering, bo'lamdi? Nima sovg'a? Yishoga taza bob keladigan sovg'a. Buni sang'un oliylari avatdimi? Shundoq. Rasmi? Tatliq turim bo'lsa, bak yaxshi bo'ladi-ya. Bu Zakikango. Voyjon. Sang'un oliylari chekdan pek oshirib yetibdi. Yo'q, mendagi nuqsonni tutib olgandan keyin amal yo'q-da. Yisho, Qandaqli bo'lmasin, men chaqmoq ilohiga o'sh, uni tirik tutib to'kilgan nomimni asliga keltiraman. nima? Chaqmoq ilohiyni tirik tutamsiz? Hozir chaqmoqning tok ekanligini hammalar biladi. Biroq qadimgi zamonda kishilar chaqmoqni chaqmoq ilohining dumboq chaqan chig'idagi ovozi deb bilardi. Nima? Yisho chaqmoq ilohini tirik tutqidakmi? Shundoq. Boshqa gap qo'mayli. Biroq mundaqmi gap bo'lamdi? Yisho chashqanni tutolmaydi. Biroq oliylari bu gap Yishoning og'zidan chiqdi. Qismi qildi juma. Nima? Agar rostla tutib olsa, chechimni tushirib etib, yadi 3 qatim cho'glab ishni do'rab qavob berman. Sang'un oliylari bu gapni rostlayotamsiz? Albatta. Agar Yisho tutolmay qolsa, u yadi 3 qatim cho'glab ishni do'rab qavob beradi. Nima deb undaq deydi? Yisho ustoz, rostimni desam, men sizga yaxshi bo'lsin deyman. Hozirla Sang'undan kechirim so'rang. Hech qisi yo'q. Sang'un oliylari obdan tayyorlik qilsin. Men cho'qim uni tutib, oliylarga akab beraman. Biroq bu degan rivoyat tursa, chaqmoq chiqishmo shamol yomg'irga o'xshashlar tabiat hodisi. Bilaman, biroq balkim Hey, Yisho, Karingiz olmasin, Yisho deganni qiladi. Bu bir xil duo ibodat qilganlik. bu ish toza aqlga sig'mamdi qandaq. Chaqmoq ilohini tutish undaq oson bo'lmasa. Yisho aka! Yisho aka, kindikni keldim. Kindikni? Ustirtsa-ku bu. Kindikka o'xshamdi ekan, qarang. O'xshaydi ekan, biroq buni nima qilasiz shoyizi? Hammaylar chaqmoq ilohiy kindikni yaxshi ko'rdi ekan degan-ku. Shunga buning bilan uni aldam. Chaqmoq ilohiy ustirtsani kindikka o'xshatib, aytmaganda uni tutib eling. Shoyizi yenilib oladasiz. Nima bo'ldi? Nimala bo'lmasin, sinab baqmoqdan boshqa amal yo'q. Rahmat. Shunda qiling Yisho aka, uni cho'qib tutib eling-jimi? Yomon yeri menda ishonch yo'qtirsa. Keldi.
Keldi. Yeshu aka, ne bo'ldingiz? Hech nima. Qo'rqudek ish yo'q. Chaqmoq iloyi, chaqqon kelmabsan! Yeshu aka! Yisho! Yeshu! Ha? Aldirmanglar. Aram elib olay. Birdam aram elib olay. Yeshu aka, bir nim bo'lmagansiz? Hech nima bo'lmabdi, shoyizda. Hushidan ketibdi shu. Yisho, kindiyuni aktiman. Kendikimni qaytirdi! Qaytirdi! Kendikimni qaytirdi! Yisho, o'shunga keldingmi? Yeshu aka, qandig'iroq. Kendikim. Ne bo'ldi? Yisho, chaqmoq iloyini tutaman deb avorumamdi. Kindikingni ap qochmabdi. Shuningga shukr qil, Yeshu, ha? Nima? Yeshu akamning kindigi tatliq bo'lmag'achqa chaqmoq ilohiy yemidi. Shoyizi bo'ldi qiling. Qandaq bo'lishdan qat'iy nazar chaqmoq iloyini tutmay qo'ymayman. Qandaq, Yisho? Neytangda yandingmi? Yo'q, ustoz, men cho'qim deganimni qilaman. Chaqmoq iloyini tirik tutamsan? Ha, yana bir qitim sinab boqay. Bo'pti, tutaman desang ixtiyoring. Biroq, biror amal topdingmi? Yo'q, tex topmadim. Yisho! Savol! Javob. Chaqmoq iloyi kindiki amroq degan gap nimaga asosan chiqqan? Analarning bovoqlarini o'qitish uchun topgan bahonasi. Chaqmoq iloyi nimani bek yaxshi ko'radi? Chaqmoq iloyi yaxshi ko'radigan narsa. Chaqmoq iloyi nimani yaxshi ko'radigandu? Baya chaqmoq ajab qattiq chiqildi, ha, Yisho. Shundoq. Chaqmoq ilohi deganmi, bak kapsizga. Shenzo, o'tig'ichingizga nima bo'ldi? Buningmi, bayiqi chaqmoq ilohi buzvatdi. Chaqmoq iloyi? Ko'nalar doim chaqmoq chaqqanda jinim saqqasin desang, metalldan yasagan narsani tutma deydigan. Men mangayamsa. Endi topdim. Chaqmoq iloyi egizga qo'yilgan metalni yaxshi ko'rdi ekanda, amal topdim. Ha? Laglak turdi-ku. Ya atiyas bo'lmasa, ajab laglak uchirtib yuribdi. Hozirgi ballaza pasligimi qaramagan. Yo'q, o laglakni Yeshu uchirtib atadi. Yishuma chaqmoq ilohini tutamaydiganga ko'z yetib, laglak o'ynab yuribdi-da. Ish uqmaydiganlarning aqlimi shunchalik bo'ladi-da. Nima? Hech nima. Yeshu mushunda qilib chaqmoq ilohini tutmoqchi. Ahmaq, odam aldashningmi cheki bo'ladi. Hey, Yisho, oxir o'sal bo'ladigan bo'ldi. Ular yomg'ir kelib yetibdi-da. Yisho, Nima bo'ldi? anglasak chaqmoq ilohini tutmoqchi bo'psiz, bu rasmi? Shundoq. Unda qilmang. Uni hargiz tutmang. Nima bo'ldi? Chaqmoq iloyi kishilarning jinini ilib, uylarini ko'ydiradigan qo'rqinchli alvos tursa. O'g'u shu. Ammo u yana chaqmoq chaqib, yomg'ir yog'dirib,
dehqonchilikqa hayotlik berdi. U bizning shafqatchi ilohimiz. Yağmur gerek, gelmeyin, yağmur yağmagan bo'lsa, yağmur yağmagan bo'lsa. Agar uni tutib olsangiz, yomg'ir yog'maydi. Eti zeriqmi qurib ketadi. Men sizdan o'tinib qolay, Yisho. Biroq Yeshu intayin tas ahvolda qoldi. Agar u chaqmoq ilohini tutmasa, sang'unning oldida ishni do'rab, ushni cho'glaydi. Agar chaqmoq ilohini tutib olsa, yomg'ir yog'may, puhrolar azobga qoladi. Shenzo, sizga qasam beray. Men chaqmoq ilohini tutmayman. Bu deganingiz rostmi? Albatta rost. Chaqmoq ilohi biz uchun bek muhim. Bilman Shenzo, undaq asqishni hargiz qilmayman. Chaqmoq ilohiga deydigan ikki gapim bor edi. Siz ketib turing, bo'lamdi. Bo'ladi. Uningga salomimni yetkazib qo'ying. Yeshu yana qanday amal topgandi? Oy, chaqmoq ilohidan shunday qo'rqadigan Yeshu bugun hech qo'rqmaydi. Ha, aslida u quliqiga paxta tiqyapti ekanda. Qalbi qildim. Yeshu metallni laglakka bog'lab, ondan laglakni uchirdi. Mushundaq qilsa chaqmoq ilohini tutib olaydi. Sizlarmi boshqa bir yerda mushundaq ishni ko'rganmidinglar? To'g'ri. 18-asrda Amerikalik Franklin chaqmoqning to'q ekanligini laglak bilan isbotlagan edi. Nima? Chaqmoq ilohini Yeshu tutyaptimi? Shundaq. To'la yolg'on gap qilmang. Yeshuni meni yenimga darhol chaqirib keling. Xo'p. Shinyoviman, barmay qarab tursiz-ku. Xo'p, xo'p. Yeshu chaqmoq ilohini tutib olgan bo'lsa, chechimni tushirayman bu amri. Namoz qilib o'ladigan bo'ldim. Yeshuni olib keldim. Sang'un alilari, obdan turdingizmi? Ha, Yeshu, obdan gapsiz. Chaqmoq ilohi qani? Mana. Nima? Bu teri kiyibkan-ku. Ha, bu chaqmoq ilohining kaltishtini. Chaqmoq ilohi o'zi-chu. Ha, mundaq gap. Başta men uni tutib olgan edim, biroq ba'zi bir soatlar tufaylidan yana qo'yib tutib olganligining isboti uchun kaltishtini soldirib oldim. Mana qarang. Yolg'on. Bundaq gap bilan meni aldayman desangiz, aldamingizga tushmayman. Men rastabatman sang'un alilari. Hammasi tushundiringa. Meni qayil qilamisiz? Men hargiz bosh qo'ymayman. Sang'un alilari, chaqmoq ilohi yomg'ir yog'dirdi, shundaq-ku. Albatta. Siz Xiyan davrining oxirgi yillari yozilgan rivoyatlar to'plamini o'qiganmi? Qiziq gap qiladi ekansiz. Albatta o'qigan. Uningda mundaq bir rivoyat bor. Oydagi Parizat chaqmoq ilohini tutib olgandan keyin yomg'ir yog'dirib, ondan uni qo'yib etibdi ekan. Men oydagi Parizatdek ishni qildim. Keyinchi. Demamsiz. Agar chaqmoq ilohini qo'yib bermasam, qurg'oqchilik ofati yuz berib, etiz eriq qurib ketadi. U chaqda tabiat buzg'unchilik uchraydi. Sizmi undaq bo'lishni xohlamaydigansiz? Shundaq ishlarni bo'lmasin deb, men chaqmoq ilohini qo'yib etdim. Buningga qayli bo'lmasangiz, amsi boshqa amal yo'q. Oldingizda ishni do'rab 3 qitim cho'gilay. Bo'ldi qilib. Amsa sang'un ahlilari
Bu kaldıştan rastla çakmak ilahininki iken. Tohtan çeçimni düşürmey başka amal yok okşaydı esta. Chaqmaq ilahi sizni zeyrak sanğın bo'lgandan keyin chechini tushirmisimi bo'ladi? Sanğınlığını qilaversin dedi. Aha, meni rahip bo'ladiganға texi baldur deb qopti da. Qutulibdi men. Yesho, sanğın alileri ko'nglingizdagini tushungandek qiladi. Biroq, yiliqi chaqmoq ilohining kalti ishtinini qanday qilasiz, ha? Aslida uni yo'lbosning terisiga o'xshatib, rang bilan sizgan edim. Buni ovchiga qaytirib bergil bo'lmaydi. Eng yaxshisi chaqmoq ilohiga qaytirib beray. Chaqmoq ilohig'imi? Chaqmoq ilohi! Kaltishtiringizni kiybiling. Zukam bo'lib qolasiz. Endi kindik o'g'irlay qochishni qilma. Voyjon! Yesho, kindikingiz! Kindikingiz! Yesho aka! Mushagichi bo'lsin. Xayr, xo'sh. 母上様お元気ですかゆうべ杉の梢に明るく光る星一つ見つけました星は見つめます母上のようにとても優しく私は星に話しますくじけませんよ男の子です寂しくなったら話しに来ますねいつか多分それではまたお便りします母上様一休街でちょっとしたことから頑固なお侍さんを怒らせてしまったのところがそのお侍さんシンエモンさんが思いを寄せている末姫様のおじさまだったのよ一休さん早く何とかしてあげないとシンエモンさんがかわい